Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz sizlar bilan rus tilida числительный, ya'ni sonlar bilan bog'liq bo'lgan mavzuni ko'rib chiqamiz. Sonlarimiz ham padejda tuslanadi, o'zgaradi va bundan tashqari biz yana soatlarni ham aytishni o'rganamiz. Shuning uchun agarda ushbu muammo sizda ham bo'lsa, ya'ni ushbu rus tilida sonlar bilan bog'liq bo'lgan tuslanishlar yoki soatlarni aytish muammosi sizda ham bo'lsa, videoni oxirigacha tomosha qiling. Demak, числительный. Misol uchun oddiygina mana один degan so'zni o'zi ham rodga moslanib keladi. Одинni biz murskoy rodga moslab aytamiz. Misol uchun один день, например, bir kun deydigan bo'lsak. Demak, bizda murskoy rodga один, одно bo'lsa средний rodga, одна bo'lsa женский rodga, одни bo'lsa множественное число deb qo'yaman. Bu degani ko'plik uchun mos keladi. Misol uchun, misol yozaman yoniga. Один дом. Одно, например, поле. Одна работа. Yoki одни проблемы. Так, demak, ko'plikda kelayotgan bo'lsa, одни bilan ishlatar ekanmiz. Endi yana bitta holatni shu yerda tushuntirib o'tib ketmoqchiman. Faqat muammo deydigan bo'lsak, одни проблемы. Например, har doim senda faqat muammo bo'ladi deydigan bo'lsak, у тебя бывают только одни проблемы deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Bu iborani ham eslab qolishni so'rayman. Так, keyingisi 2 dan keyin 1, 2, 3, 4 shunaqa ishlatamiz va bulardan keyin tuslanish bizda bo'ladi родительный падежda. Падежimizni hali o'tmaganmiz, lekin shu yerda zamet qilib ketinglar o'zinglar uchun. Ya'ni biror narsani sonini aytmoqchi bo'lsangiz, mana 2 dan oshiq bo'ladigan bo'lsa, уже падежda aytamiz. Misol uchun 2 stakan so'ziga stakana deymiz, 2 stakana yoki 2 ручки yoki 3 работы, например. Ya'ni oxirdagi mana shu tuslanishlar bu родительный падеж bo'lgani uchun shunaqa bo'ladi. Shuning uchun eslab qolamiz. 2 sondan yuqori bo'ladigan bo'lsa, biz родительный падежda aytishimiz kerak bo'ladi. Endi 5 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, o'sha ko'plikda keladi. Ya'ni родительный падежni birligida aytdik, endi родительный падежni ko'pligida keladi, qachonki 5 dan yuqori bo'lsa. Misol uchun 5 студентов, 10 книг, 20 окон. Xudo xohlasa bu mavzuni videolarni kuzatib borsanglar, падеж mavzusini o'tganda родительный падежni birlikda va родительный падежni ko'plikda mavzularni o'tganimizda bularni yana batafsil ko'rib chiqamiz. Keyingisi, agarda bizdan yoshimizni so'raydigan bo'lsa, kimdir, biz aytamiz. Har xil aytilishi mumkin. Misol uchun let bilan ham aytamiz, god, goda, yana let. Qanaqa bo'ladi bu? Demak, sonlarga e'tibor beramiz. Agarda to'liq son bo'ladigan bo'lsa, misol uchun oxiri 0 bilan tugayapti mana. 20, 30, 40, 50, 60 ularda biz mana shunaqa let bilan aytamiz. Например, мне 30 лет. Agarda 1 bo'ladigan bo'lsa, oxiri god bo'ladi. 1 yoshar bola deydigan bo'lsak, годовалый ребенок deymiz. Agarda yarim yosh, ya'ni 6 oylik deydigan bo'lsak, полгодика. Misol uchun bolam 6 oylik deydigan bo'lsam, моему ребенку полгода или полгодика desak bo'ladi. Так, keyingisini ko'rib chiqamiz. O'zi bizdan shunaqa yoshimizni so'raganda, mana bu let, god, godani bilmaydigan bo'lsak, ya'ni bularga umuman ahamiyat bermagan bo'lsak yoki qanaqa to'g'ri aytilishini bilmaydigan bo'lsak, shunchaki javob berishimiz mumkin. Qanaqa javob beramiz? Мне, например, 25. Всё. Shunaqa javob bersak ham bo'ladi. Bu xato bo'lmaydi. Lekin endi sizlar bilishinglar uchun yana aytib o'taman. Agarda oxiri 1 bilan tugaydigan bo'lsa, misol uchun 21, 31, 41, unda bizda god 21 god, 31 god, 41 god deb ketadi. Demak, 1 bo'ladigan bo'lsa god bo'ldi. 2, 3, 4 bo'ladigan bo'lsa god bo'ladi. Eslab qolamiz. 5 dan u yog'i let bilan aytamiz. Endi 10 bo'ladigan bo'lsa ham let, 11 ham letni aytamiz. Xullas 19 gacha
let deb aytib turib, biza 20 ga kelganda 20 let deb shu joyda to'xtab, 21dan keyin уже yana год bilan ketadi. 21 год, 22 года, 23 года, 24 года, yana 5 ga kelganda yana letga o'zgaradi. Demak, shunaqangi tartibda aytar ekanmiz. Lekin siz bilmaydigan bo'lsangiz, bu qoidani shunchaki yoshingizni o'zini sonini aytishingiz bo'ladi. Mana faqat mana shu joyda ya deb aytmaymiz, eslab qolamiz. Yani o'zini qo'yadigan bo'lsak, bu noto'g'ri bo'ladi. Mana bilan aytamiz. Endi shu yerda yana aytishimiz mumkin. Misol uchun, akamning yoshi, opamning yoshi deb aytmoqchi bo'lsak, например, unda biz dательный падежda aytishimiz kerak bo'ladi. Dательный падежda hali padejni o'tganda yana ko'rib chiqamiz. Bu ga qo'shimchasini oladi. Ga qo'shimchasi degani, misol uchun, akamga например 27 yosh yoki opamga 20 yosh deb shunaqa aytishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biza kimnidir yoshini aytmoqchi bo'lsak, o'sha egaga ga qo'shimchasini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, oyimning yoshi 45 ta deydigan bo'lsam, mame 45 deyman. Yoki mame 45 лет. Или, например, papa bo'ladigan bo'lsa, papi deb aytishim kerak bo'ladi. Akamning yoshi deydigan bo'lsam, bratu deyishim kerak bo'ladi. Singlimmi yoki opamning yoshi bo'lsa, sestre. Erimning yoshi deydigan bo'lsam, mужу. Ya'ni shunaqangi tartibda faqatgina mama deb aytishimiz noto'g'ri bo'ladi. Mama 45 лет. Ko'pchilikda mana shunaqa narsani eshitaman. Shuning uchun e'tibor beramiz. Mana shu tuslanishlar bu yerda muhim. Ga qo'shimchasini qo'yib, keyin aytamiz. Keyingi masala. Keyingisi bu sonli. Misol uchun, aniq bir vaqt bo'ladigan, soat 1 yoki 2 bo'ladigan bo'lsa, ровно degan so'zdan foydalansak bo'ladi. Misol uchun, ровно в час, точно soat 1 da. Или ровно в 2 часа. Soat 2 da, точно soat 2 da yoki точно soat 1 da. Mana bu yerda ham ровно в час dedik. Bir so'zini qo'yishimiz shart emas, ya'ni buni qo'ymasligimiz ham to'g'ri bo'ladi. То есть bu yerda agarda oxiri mana shunaqa 00 bilan tugaydigan bo'lsa, biza ровноni ishlatsak bo'ladi. Keyingisi, agarda yarimta o'tgan bo'ladigan bo'lsa, biz sal boshqacha aytamiz. O'zi hamma sonlarni oddiy qilib, qoidasini bilmaganda aytish yo'li ham bor. Uni oxirida o'rgataman. Hozir qoidasini eslab qolishga harakat qilinglar. Demak, bu oxiri 0 bilan tugaganlarda biz ровноni ishlatdik. Kelinglar shuni yozib qo'yaman, чтобы sizlar ham ko'chirib olishlaringiz uchun ровно bilan aytdik. Bunisida esa biz pol bilan aytamiz. Pol qo'yiladi. Pol degani bu yarim. Lekin poldan keyin soat 2:30 bo'layotgani uchun biz 3 bilan aytamiz buni. Pol tretьего bo'ladi. Ya'ni 3ning yarmi bo'lib keladimi shunaqa. Pol так. Третьего. Pol tretьего. Bu yerda agarda mana o'tgan bo'lsa, e'tibor beringlar, 2 yozmaymiz bu yerda. Biz bu yerda yozamiz 3 ni. Agarda mana bu yerda yana aytib ko'radigan bo'lsak, misol uchun soat 1dan 30 daqiqa o'tdi. Tak, 1dan 30 daqiqa o'tgan bo'lsa aytamiz. Pol второго bo'ladi. Ya'ni 2 ga yetmayotgani uchun pol второго bo'lib keladi. Keyingisi bu 40 daqiqa o'tgan bo'lsa, aytishimiz mumkin 40 minut. Bir tretьего deyishimiz ham mumkin. Yoki ikkinchi aytilishi без 20 20 takam 3 без 20 3 deb aytishimiz ham mumkin. Bu yerda ham без 10 10 takam без 10 3 deyishimiz mumkin. Son bilan ham ili yozma bilan yozsak ham bo'ladi. Endi bu yerda 5 minut kam bo'ladigan bo'lsa, без 5 3. Bu yerda ровно в 3 deb aytamiz. Endi shu yerda kelinglar oson yo'lini o'rgataman. Mana shu qoidalarni bilmaysizlar. Pol, tam, без yoki 15 minut, 10 va unaqa narsalarni bilmaymiz. Faqatgina biz mana shu sonlarni o'zi bilan aytmoqchimiz. Aytishingiz mumkin 13:00 2 ga bo'lib aytamiz. 14:00 14:30 14:40 14:50 14:55 или 15:00.
ruslarni o'zi ham juda ham ko'pchilik holatda shunaqa aytishadi. Shtab o'zini qiynamasligi uchun bilmadim. Endi agarda vaqtlarimiz kunduzgi yoki ertalabki yoki kechqurungi bo'ladigan bo'lsa, biz mana shunaqa qo'shimchalar qo'shamiz. Ya'ni ertalabki demoqchi bo'lsak, misol uchun 5 часов утра, ertalabki soat 5 da. Или 2 часа дня, kunduzgi soat 2 da. 9 часов вечера, kechki soat 9 da. Или 2 часа ночи, tungi soat 2 da. Значит, tungi, kechki, kunduzgi, ertalabki. Shunaqa qo'shimchalarni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, bu ertalabki soat 7 bo'ldi. Qanaqa aytamiz? В 7 часов утра deb aytamiz. Bunda в 7 часов вечерani qo'yamiz. Bunda 8 часов утра, bu yerda ham 8 часов так. Утра bo'ldi. A bu yerda 8 часов вечера bo'ldi. Bunda 2 часа ночи, tungi soat 2 da. Или в 2 часа dня deb aytamiz. Так, buni chiroyli qilib o'zingizlarga yozib olinglar, chunki juda ham ko'p holatda ishlatamiz. Keyingisi bu aytaylik shunaqa chalkash, eng qiyin joy desak ham bo'ladi. Hozir men buni faqat bittasiga nisbatan ko'rsatib beraman. Qolganlarini yana qiziq bo'lsa, batafsil oxirigacha o'rganmoqchi bo'lsangiz, qolgan sonlar ham qanaqa padejda o'zgarishini buni joylab qo'yaman Telegram kanalimga. Kommentariyaga o'tib, Telegram kanalimda olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, qaraymiz. Mana shu oddiygina один degan so'zni o'zi ham bizda har bitta padejimizda tuslanar ekan. Padejlarni biz o'tmaganimiz uchun hali bu bizga sal qiyin bo'lishi mumkin. Lekin shu yerda shunaqa tushuncha berib o'tmoqchiman. Mana один deganni biz ishlatyapmiz. Mana один, например, dom. Bitta uy bo'ldi. Endi nima uchun biz padejda tuslayapmiz va qanaqa bo'ladi bu? Один dom, bitta uy. Endi bitta uyning yonida demoqchi bo'lsam, возле одного дома deb aytaman. Bitta uyning, ya'ni ning qo'shimchasini olgani uchun возле одного дома. Например, к одному другу. Bitta do'stimni uyiga, например. К одному другу. Bu yerda ga qo'shimchasini olar ekan. Так, Винницада, например, одну sumku. Bitta sumkani. Bu yerda ne olyapti. E'tibor beringlar. Ning bor va ne bor. Дальше. С одним другом. Bitta do'stim bilan. Так, bu yerda bilan qo'shimchasini olyapti. Va предложенный падежda об одном bo'ladi bu yerda. Об одном уроке. Bitta dars haqida dedik. Demak, bu yerda haqida bo'lib kelar ekan. Ya'ni yana da ma'nosida ham keladi. Demak, shu narsani bilishinglarni xohlardim. Padej degan narsa faqatgina otlar yoki sifatlar uchun emas va balki sonlar uchun ham bizga kerak bo'ladi. Shuning uchun ham hozir mana shu tushunishlarga e'tibor bergan holatda padejlar mavzusiga kelganda yaxshilab o'rganishlarini so'rayman, chunki padejni va zamonlarni yaxshi biladigan o'quvchi bemalol rus tilida gaplasha oladi. Endi ko'ramiz. Bu yerda ham yozgan ekanman, один student, bitta talaba, bitta talabaga berish nimanidir yoki qaysi talaba haqida gapirish. Demak, bu yerda mana shunaqangi o'zgarishlar bo'lyapti. Об одном, одному, одного, один. Bu faqat один so'zini o'zgarishi. Один ham o'zgaradi, одна degan ham o'zgaradi, одни degan ham o'zgaradi va 2, 3, 4 o'sha sonlar ham o'zgarib keladi bizda. Va shunaqangi tartibda tuzlanishlar bo'ladi. Hozircha shular eslab qolishlarini so'rayman va keyingi mavzularni ham o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va xudo xohlasa endi padejlarni boshlaymiz.